Xiaomi'ninki oyat ultra Leica ben degan telefonga birini oldim. Oy, abla. Chaqib tutdi bu telefon ekrani. Süperas. Kaç bu telefon değil mi? Bu telefon endi maaşım 3000 götürsə, bu telefonu işgal işləsəm bu bir telefonun maaşçılık tutub bulamayman mən bunu. Şu kolumdan çıkıp ketdi, qaram ben setib olay. Kaç bu telefon bu? 7999. Bu telefon bizning Xiaomi'nin bu yıl en çıkan nüsxası. Xiaomi O7 Ultra Leica ben. Bu telefonun ama aqısdaki cing doğusunu şodum özü qollar qılıq çavlıq qıl buldu. Ma aqısığa bir tal aparat ordutup işlətsə, adetki Xiaomi'larda resim tatqanda qısa Xiaogo'da resim tatqıl buldu. Endi bununğa resim düşüşkə, resim tatışqa alayda qızqışı ba, iştiyaqı ba dostlarımız bu qalsa, aşda dostlarımızla aldın talış bula alaydı. Bu kem ben de aşağı adam. Mani ben alay. Bundan sonra artık Allah. Bugün biz şu Şinxanayımızga Xiaomi'ninki aylık üskülerini, yani Xiaomi'nin yan pullarını, Xiaomi'ninki şu turmuş buyumlarını maqsadgan do'konda birisi ichilibdi deb, meya kelgan ham telefondan chiqish munosabatlarni azroq bir xushmas bo'lib qoldi. Masalan bir tunishib qo'ya. Şinxanayimizga yangilik ishni birisi keldi hamsa. Xiaomi'ning mahsulotini to'rdan oldiq endi. Mush noyimizning o'zidan bavoldi juma. Xiaomi'ning g'arib qandaq mahsulotlarini olib qolsanglar, mush do'konning o'zida olib olsanglar bo'lgan. Masalan men bu bir tal jamper oldim, Mushan chiqdi. Bir tal mouse oldim. Mushunga o'xshash buyumni ammo qilgan. Bundaq jizni birini oldim. Men buni taqab sinab ko'rib baqdim. Shundaq o'zim yaxshiga. Bu Xiaomi'ninki modagan telefonlari mana ko'p ko'rsanglar bo'ldi. Kayni torlarda Wanghong ketgan bundaq telefonlari, O7 Ultra deymiz. Barliq mush yangi chiqqan mahsulotlarning hammasi mishadi baka. Nosa bu Xiaomi'ninki ko'xo'llari bir tal jurgonlarni besib, olti raqam yo'lab filmlar saqlab beringlar, chiqib ketib qolsa, do'konni o'rin topolmay qolsizlar. Biz shu Xiaomi maqsad do'konidagi yangiliklarni sizlarga bir tunishib qo'ydik. Xiaomi oilasiga kelganlarni qizg'in qarshi olmaymiz deb urutqanlar. Eng chong iqtidorlarini deb biray. Xiaomi ishlatayotgan do'stlarimiz bildi, ishlatmagan do'stlarimiz menimcha hozircha bilmaydi. Ama Xiaomi'ninki mayli Bingchang, Shiji, Dianshi, telefon, kompyuter har qanday uskunalarni ep qolsanglar, telefonga bevas ulab telefonni kontrol qila olasizlar. Telefonni boshqara olasizlar. Shunaqa emasmi? Ha, shundoq. Masalan, Xiaomi'ning shu jajallarını deymiz, masalan, Kontio deymiz, Bingxiang, Shiji deymiz. Ishda narsalarni bir telefon orqali ham boshqara olasizlar. İta olasizlar, acha olasizlar, yuqori to'g'ri qila olasizlar. Masalan, Kontio ep qolsanglar, shu telefon ep qolsanglar, shu Shiji ep qolsanglar, Bingxiang ep qolsanglar, andak bustatqudan tortib telefon orqali ham kontrol qila olasizlar degan gap. Shu bir oilaning ichidagi Kontio, Bingxiang, Shiji, Dianshi degan hammasi Xiaomi olib kelsa, siz sofaning ustida o'tiriblar butun oiladagi elektr uskunalarni telefon bilan boshqara olasizlar, kontrol qila olasizlar degan gap. Nosa Xiaomi qiziqayotgan do'stlar bir tajriba kesib qo'yinglar. Mana Xiaomi'ning soati degan gap. Endi muhim bo'lib qolsa, bizning Xiaomi'ning Yundong Shouxuansi buni alaydigan bo'lib qolib qolsa, Shuimen Zhiliangsi anadan keyin Yundong qilishga qiziqadigan do'stlarimiz bo'lib qolib qolsa, yugaga vaqtdagi bu shosini, ana yurak so'qishini ashta senshi qilib beralaydi. Muhim bo'lib qolsa, bizning Xiaomi'ninki maxsus ballarimiz uchun ishlab chiqarilgan Arton Shobiyasi buningga kartchip ishlatkil bo'ldi. Anadan keyin undidarda jifu bog'larda pul to'lgil bo'ldi. O'rin belgilash iqtidori bor, ballarimiz taqab qo'ysak, ballarimizning ne turatganligini o'zimiz telefonimiz orqali ham ko'ralaymiz. Anadan keyin ballarimiz bilan shipping to'nqa qil bo'ldi. Ma saat buldika juma, mana shu maktab o'qiyotgan bolalar va ota-onalar olib qolsanglar, bolalaringizga bir tala taqab qo'yinglar. Bolalaringizning o'rnining ne turayotganligini o'zingizlar yana telefon orqali ham ko'rayotgansizlar. Anadan keyin shu bolalaringlarni ko'ngil olib kelsa, bevos shipping qilish orqali qaroqlish olayotgansizlar juma. Bunda ixtiyorlar jiqga. Ma ko'ransa bak chiroyli chiqib kelgan juma, qo'l taqsanglar. Xiaomi'ninki juma soati. Mushtaq soatlar lozim qolsa-mu, hamsha kelsanglar, shu butun hamma Xiaomi'ning soatlariga ixtiyor bak ilg'or kelgan. Hamsha soatlarni do'stlarimizga kelishib qolmanglar. Bu do'konda bir narsalarning turi bahsat ko'pga, hammani so'zlasak, filmni vaqt bek uzab ketgandek qaraydigan bo'lsak, mana Xiaomi'ninki tish cho'tquli ushdan tortib, soatlargacha, hattoki pinballargacha, hattoki Dianshi, Kontio, aslidan demsizlar, o'r Kontio demsizlar, hattoki Xiaomi'ning Shijilari ko'rdingizmi? Mana Xiaomi'ninki Bingxianglari, Xiaomi'ninki suv tozalag'ichlari, Xiaomi'ninki bustatqulari degandek, Xiaomi'ninki BJ1lari, ekran deymiz, telefon deymiz, ish qilib Xiaomi'ninki butun elektr uskunalari, ham turmush buyumlari maqsad do'koni ham Shinxonamizga rasmiy ochildi. Mana filmni ko'rgandan keyin saqlab yaplar mana do'konga kelib, shu yangiliklardan huzurlanib ketishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ba'zimi siz o'ylagandan favqulodda muvaffaqiyat juma. Nurg'un do'stimiz o'ylaysizlar Xiaomi'ning maqsadi cho'qim qishmaydi deb. Lekin men do'kon kelgan chaqda Xiaomi'ninki mahsulotlarining qanchalik ba'zidan muvaffaq ekanligini, andikan iqtidorninki qanchalik kuchli ekanligini mashakaningiz qildi. Sizlarni shu 90 oyimizga Lishan Attirgu sot maydoniga yangidan ochilgan Xiaomi'ninki elektr uskunalari, telefonlari, turmush buyumlarini maqsad do'kon saqlaymiz. Kelishni unutmanglar. Xayr xo'sh. Undan uchun unda qilaylik qarang. Adresini bir deb beraymi? Shu Xiaomi'ning do'koni yangidan ochildi emasmi? Shinxonadagi nurg'un do'stlarimiz menimcha adresini hech bilmaydi. Shunga mash bilmaganlar bilib qolsin. Aslama mash film ko'plab taqib qo'yinglar Shinxonadagi do'stlarimiz. Shinxonayimizga Xiaomi'ninki elektr uskunalarini, yan pullarini, turmush buyumlarini maqsad do'konining ochilganligini bir bilib qolsin. Bizning adresimiz bo'lsa 90 Naya Lishan Attirgu sot maydoni, shu birinchi qavat yo'l tepasiga joylashgan Xiaomi elektr uskunalari do'koni. Ma'qulamsa, sizlarni bir shay saqlaymiz, kelishni unutmanglar. Bye bye.